Bizning yangi videomizga xush kelibsiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Siz qo'rquv olamidasiz. Bugungi videomiz allaqachon video prevyusidan ko'rgan bo'lsangiz kerak. SCP-343 ga qarshi SCP-096 uyatchan yigit haqida bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. SCP jamg'armasida hammasi odatdagidek edi. Lekin qiziq tarafi shunday ediki, SCP-173 uchta bo'lib qolgandi. SCP jamg'armasi buni hal qilish uchun 5-kengashga to'liq axborotnoma va tavsif yubormoqchi edi. Lekin hammasi ular o'ylagandek bo'lmadi. Ular tavsifni tugatishga ulgurishmadi. Eshiklar va devorlar silkina boshladi. Go'yoki beton urilayotgan edi. Beton har tomonlama juda tez va qattiq urilar edi. Ular bundan qo'rqib ketishdi. Birdan beton yorildi va SCP-173 ning nusxalari kelib keldi. Ularga uzoq vaqt tikilib tura olishmasdi. Qo'ldan kelgancha eshik tomonga qarab ularga tikilib turishdi. Lekin orqa eshik ham yorildi. Ular bundan sarosimaga tushdi va orqaga qarashgan zahoti SCP-173 ning nusxalari ularni bo'ynini sindirib yubordi. Boshqa anomaliyalar bu yerdan qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Ko'pgina insonlar va askarlar o'lishdi. SCP xodimlari SCP-I, B va C sinflari ham qisman yo'q qilindi. SCP tajriba qiyonchalari qirib tashlandi. Ayrim doktorlar esa yashirin bo'lishdi. Lekin SCP-096 u hali ham xonada edi. U o'z xonasida juda qattiq yig'lab o'tirardi. SCP jamg'armasi uni boshqa binoga ko'chirish kerak edi. Lekin u haligacha shu yerda edi. U juda qattiq yig'lardi va hingrar edi. Bu ovozlar SCP-173 nusxalarini o'ziga jalb qildi. Ular eshikka urilishdi va bir necha daqiqa ichida eshikni sindirishdi. Shu payt SCP-173 yig'lab o'tirganini ko'rdi. U eshik tomonga qaradi va SCP-173 unga qarab turganini ko'rdi. U o'rnidan turdi. Unga juda baland ovozda baqirdi. SCP-173 nusxalari bunga parvo ham qilmadi. Ular juda tez unga zarba berishdi. Uni har tomonlama yiqitib, uyoq-buyoqqa uloqtirishar edi, go'yoki bir ko'ptokdek. Lekin SCP-096 ulardan ancha kattaroq ustunlikka ega edi. U o'lmas edi. Ular unga juda katta tezlikda kelishar edi. Va ularning biri katta tezlikda unga hujum qildi. Lekin SCP-096 uni ushlab oldi va ikkiga ajratib yubordi. Qolganlar ham unga hujum qilishardi, ammo ularni ham shu taqdir kutar edi. Oradan taxminan 3 soat o'tdi. SCP-173 nusxalarining 800 dan ortig'i yo'q qilib tashlandi. Taxminan yana 25 ta nusxa qolgandi. 5 tasi fond askarlari tomonidan yo'q qilindi. Yana 5 tasi laboratoriyadagi ajrim tajribalar tufayli hozirda yo'q bo'lib ketdi. 10 tasi bino ichida qidirilmoqda, ya'ni sang'ib yuribdi. Lekin asosiy nusxa bo'lgan 173-001 u hali ham shu yerda. SCP-173 ning boshqa barcha anomaliya, ya'ni nusxalaridan farqli o'laroq SCP-173-001A ancha xavfliroq, ancha tezroq, ancha tajovuzkorroq va ancha ongli, ya'ni IQ darajasi ularga nisbatan ancha baland edi. U juda aqlli edi. Shu sababli SCP-096 ni yengish uchun unda imkon ancha ko'proq edi. SCP-096 bu yerda nima bo'layotganini tushungandek edi va u SCP-173 ning barcha nusxalarini qidirayotgan edi. U SCP-173 ning deyarli barcha nusxalarini yo'q qildi. Faqatgina 3 ta nusxa qolgan edi. Ammo uzoq vaqt o'tmadi. O'sha 3 ta nusxa ham topildi. Lekin yana bir nusxa SCP-173-A001 u shu yaqin atrofda ekanligini bilardi va uni topish uchun harakat qilardi. Uni hech narsa to'xtata olmadi. Na zaharli gaz, na qattiq devorlar, na askarlar va na boshqa anomaliyalar.